Bugun o'zimni qurbon qilib Berlindagi Weihnachtsmarktni ko'rsatamiz. Pivo shotni, idishli, shilkunchik mavzusidagi do'kon, narx-navolar va glyukvayn narsalar. Misol 5 euro to'lasiz, ichimlikni o'zi 3 euro bo'lsa, idishga 2 euro qo'shib to'laysiz. 2 euro qaytarib berib, fand puli deydi. O'chirt kutib qatlashyapti. Bu yoqda shundoq yo'l o'rtasidan tramvay o'tib ketyapti. Narsa tashlab ketish mumkin, blokerlar tashkil qilib qo'yishgan. Weihnachtsmarkt yana bitta jihatlardan biri shunaqa qavat-qavatli turamti bar bor. O'sha etishligi bo'yicha bular hech kirmaganman. Mana shu barda o'zi bayroqlarni ham chizib qo'yibdi. Bugun mana tuman bo'lgani uchun ko'rinmayapti teleminora. M5 keldi, bizaniki M6 miz. Kirishga keldik. Winterzeit. Bu yoqda o'yinchi apparat. Agar shu qirqsa, уже yutgan pressizniki bo'ladi. Bu kazinosi. Tinmay o'ynashyapti. Bo'sh joyi o'zi yo'q. Qo'yil. Chortoy kalisi bilan chaqib qolaymi, o'shanga keldik. Mana bu yoqda o'rtasida ekran bor, har xil videolarni qo'yapti. Super mouse ekan. Sekin mana boshlandi. Buran deyarli 90 gradusga chiqyapti. 90 ga chiqyapti. Juda qo'rqinchli emas. Tushibdilar. Qo'yil, tegi tushdi notan sovg'ani beryapti. Bu yoqda keyingi attraksion. O oxirida sharlar bor, o'shani yorish kerak. Märkliche Grüße oladigan o'yinni o'ynamoqchiman. Bitte einen Gefallen, kannst du uns bitte rausschneiden? Dankeschön. Ja, kein Problem. Dann ob das sein soll. Oder wie? Ya da var. Sen oraya. Mana shunga chiqamiz desalarsiz mayli. Ular tepaga chiqadigan bo'ldik. Askarlarimiz qaytdi. Kerak bilan yurak tushdi. Ovozlarim ham o'zgarib qoldi menimcha. Baqiraverganimda. Qirg'iz bolalar ochishgan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Мы делаем влог, просто гуляем. Мы с Узбекистана. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkita tochka bor. Rayonga chiqib keldik-da. Assalomu alaykum hammaga. Xullas Berlinga keldik, Alexanderplatzga. Bugun o'zimni qurbon qilib shunaqa odam talpa sovuq paytda o'sha Weihnachtsmarktni, Berlindagi Weihnachtsmarktni ko'rsatamiz. Videoda ham boshlovchilar bor. Ikkita mana okalar, bugun hamroh Nodir aka, Xurshidbek. Ular bekorchilar. Bugun dami bor odamlar. Ular aylanamiz, ko'ramiz qiziq narsalarni video olib, gaplashib, vaqt o'tkazib, keyin kechga xudo xolisa osh qilib yana davom ettiramiz. Gapirtiraman videoda. Kechki tushib o'sha tuman tushganga o'xshayapti. Ba'zi joylarda ko'rinmayapti, lekin svet hozir yaxshi. Ular bayramda odam juda ko'p, Berlin bo'lgani uchun ko'rishingiz mumkin. O'zi bunaqa o'sha Christmas market deydi, Weihnachtsmarkt. O'zini ichimliklar bor, glyukvayn, yakoti, har xil narsalari. O'sha ichib faqat mana shu bayram kunlari sotishadi, ichishadi, shirinliklari, lepkuxi degan. Xuddi bizning pryanikka o'xshagan. Sotib olishadi, gaplashib, o'tirib turishadi. Do'konlarni ko'rsataman. Pivo shotni, idishli, kola hamma narsa. Shilkunchik mavzusidagi do'kon, har xil shu yog'ochdan yasalgan narsalar sotishadi. Juda ko'p narsani ko'rsatsa bo'ladi o'zi aslida, kirib do'konlarni obzorini qilib. Lekin biz asosiy eng qiziq bo'lgan joylarni topib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda do'konlar, suvenirlar, kiyim-kechaklar sotishyapti. Odamlar turib ovqatlarni yeb o'tirishibdi.
Bu endi men yer yorilib berdi, odam chiqqan. O'sha hisobga olamiz, shamma yaksam eng Shuni ko'p olib. shuni kolonkasiga o'zbekcha ashula qo'yib o'ynatish kerak. Ya, Kontent ya, ya. Men bu yerda ovqatlanish shunaqa nima boshqa nimaga boradigan kerak edimi bo'lsak, demaydi, birov. agar boshqa joyga boradigan bo'lsak, u yerda attraksionlar bor. Boramizmi? Boramiz. Bu yerda ham sekin ko'rib ketamiz, nimalar sotishyapti, keyin o'tib ketaveramiz. Shapkalarni qarang, aytdim keldik. Yo'q. Dirishim qaramay, chapgang qanaqa? Agar bular qirqib tashlaydi. Aleksandr platsda o'zi ikkita joyga bo'lingan, lekin undan tashqari butun shahar bo'yicha juda ko'p o'sha Weihnachtmarkt joylar tashkil qilingan. 10-15 tadan ko'p katta joylar bor va kichkina joylar yana xuddi shuncha. Hozir bizda o'sha ovqatlanadigan bo'lim desa ham bo'ladi. Attraksion bor joyga ham sekin o'tib ketamiz. Kim bilmasligi mumkin, nemislarning milliy ovqati bu ovqati milliy ovqat yo'qligidan nonni o'rtasiga qo'ygan sosiskasini bizani ovqat deydi yoki kartoshka frini bizani ovqat deydi. Bu yerda mana narsa sotishyapti. Narx-navolar, mana glyukovayn narsalar. Bu yoqda ham idishga qo'yib beradi. Bu idish, misol 5 euro to'lasangiz, ichimlikni o'zi 3 euro bo'lsa, idishga 2 euro qo'shib to'laysiz va idish qaytarib bersangiz, 2 euro qaytarib berib, fand puli deydi. Bir xilli, hattoki mana shunaqa bayramlarda tashab ketadi, qaytib topshirish esdan chiqaradi, yig'ib 10-15 euro просто shu joylarda qarab yuradi, kim esdan chiqib topshirmasa qiladi. Yoki bo'lmasa kimlardir o'ziga esdalik uchun uyiga yig'ib olib ketadi. Chunki to'layotganda o'sha idishni puli bilan birga to'laysiz va chiqindan tashab ketishni oldini olishadi. Yoki kimdir o'rningizga oladi, topshiradi yoki siz o'zingiz qaytarib topshirasiz. Yaxshi o'ylangan, yaxshi ishlangan. Bu yerda sosiskalarni sotishyapti. Sir, sosiska. Tualetlar tashkil qilib qo'yishgan. Bayramona mana bunaqa dekoratsiyalar, archalar, hamma narsalarni yasatib bu ichkarida ham kirib ichiladigan joy, klub, pivo, miva, odamlar so'roq joyda ichish uchun, yeyish uchun. Deyarli har bitta Christmas marketlarda o'sha chang'ida uchish, muzda uchish tashkil qilishadi, mana bu yerda ham. Kichkina joyi, kichkinasi, atak hozir pasochcha katta muz uchadigan joylari ham bor. Bu kichkina bo'limi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, bolalar ham, kattalar ham. Bu muz emas, rolikda uchish ekan. Demak, muzda uchadigan joy boshqa joyda bo'lishi kerak. Bu yoqda faqat rolikda uchishyapti. O çocuk bana böyle tutuldu. Bu yoqda ham do'konlar, oziq-ovqat, bu yoqda ham kartoshkadan chips qilib sotishyapti. Kartoshka free chips. Langos, buni nima sotishyapti. Har bitta sotayotgan joyda o'sha очередь bor, odamlar очередь kutib qatnashyapti. Bu yoqda shundoq yo'l o'rtasidan tramvay o'tib ketyapti. Aleksandr platsi ko'pchilik biladigan binosi bor. Bu ani soat. Bu ani to'g'rida turgan har xil davlatlarning vaqtini ko'rsatadigan soat. Mana chimodanlarni qo'ysangiz bo'ladi. Tanga tashlab qo'yib, keyin paytiz olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni shu yerda narsalarni, sumkalarni qo'yib, Bemalol aylanib. o'zi aylanib, keyin ketishdan oldin kalitini qaytib qo'yib, olib ketasiz. Zo'r narsa, ko'tarib yuradigan sayohatga kelganlar ham bemalol narsa tashlab ketish mumkin. Lokerlar tashkil qilib qo'yishgan. Ichiga pul tashlanadi, yopiladi, tashlab ketilaveradi. Ular shuni hamma qulayliklarni ishlab chiqishga harakat qilishgan. Tualet, mana shunday yuk tashlash narsalarni qo'yish uchun joy, transportlari, Pyramiden Treff. Mana bu Weihnachtmarkt yana bitta jihatlardan biri. Shunaqa qavat-qavatli taxtadan ishlagan mana shunaqa tashkil qilishadi. Hamma shaharda bor, hamma Weihnachtda.
Bu yerda juda katta, boshqa joylarda Dessauda kichkinaroq edi. Tagida odamlar yig'ilib ichib o'tirishibdi. Alexanderplatz va Berlindagi mana bu installyatsiyadan ko'pchilik tanishi mumkin. O'sha hamma shaharlar Vladivostok, Vogt yozilgan. Bu yerda Toshkent ham bor. Biz hozir shu joydamiz mana. Bu mashhur otel, parking degan, bu yoqda galereya binosi. Bu yoqda o'sha bino hamma kelib rasmga tushadi. Mana konsertmi nimadir bo'lyapti. Hozir borib ko'ramiz. Ashula aytayotgan aytamiz. Svet o'chib qoldi, o'ligan. Hamma narsasi o'chdi. To'xtatishdi. Thank you so much for staying and thank you for all the love. It's for Shunday pul bersang muzikani qo'yadi. O'zbekcha muzika qo'ying. Ha? Anjancha sektam. Shunda tojiki medonetni qo'ysa? Aytib berdingiz-da. Ha. Aytib beraman, fonogramma ham qo'yib bersin. Alexanderplatz. Tramvay shundoq o'tib ketyapti, odamlar kutib turibdi, keyin hamma o'tishni boshlayapti. Bu Alexanderplatz bekati yana tramvay kelyapti. Bu qatga birat tramvay kelyapti. Bu yoqda yana bitta konsert. Skripkada chalyapti. Berlinda hamma narsani ko'rish mumkin, har xil odamlar bor. Hamda misol odamlar turibdi, hamda bar. O'sha etishligi bo'yicha bular hech kirmaganman. Mana shu barda o'zi bayroqlarni ham chizib qo'yibdi. O'sha bir jinsli yaxshi ko'radiganman, o'shanaqa geylarni xullas bari deyshadi. LGBT Alexanderplatz ikkinchi tarafiga o'tamiz. Shu bu yoqda katta bino bor, kinoteatr bor ichida. Bino bu targoviy sentr, TK Max, har xil narsalar. Va bu tarafida o'sha teleminorasi, chiroyli tarixiy binosi, cherkov bor va ko'pchilik mana shu Alexanderplatzga turistlarni olib keladi. Juda katta chiroyli joylar bor. Hozir bu yoqda ham Weihnachtsmarktda ikkinchi qismi charx falagi bor, uzoqdan ko'rinayotgan bo'lsa. Bugun mana tuman bo'lgani uchun ko'rinmayapti teleminora. Ish tepasida chiqib ko'rsa bo'ladi butun Berlinni. Afsuski bugun boya kelganimiz unaqa emasdi, lekin kechga yaqin shu qalin tuman tushdi. Videoda yaxshi ko'rinayotgan. Hozir o'sha Berlinda yashaydigan bola Xurshidbek aytishlari bo'yicha o'sha boshqa joyda charx palaklar, Weihnachtsmarktda attraksionlar katta joyi bor. Bu Alexanderplatzdagidan ham katta, o'sha yoqqa ketamiz. Tramvayga chiqib, 3 ostanovka yurib, keyin o'sha yerga keta olar ekanmiz. Tramvay bekatiga keldik. Odam juda ko'p. 3 minutda bizani N6 tramvayimiz kelar ekan. Tabloda ko'rinyapti. Bu yoqda M5 keldi, bizaniki M6miz. Bu musor qutisi, sigaret uchun alohida, odam tashlash uchun qo'lga uruvinda qilgan. Tushmay qoldi. Tushdi. Odamlar o'sha ichiga fan tashlagan bo'lsa, terib yig'ib o'sha keyin supermarket topshirib pul qilib chiqarib oladi. İşte 40 ta yig'sa 10 euro bo'lar ekan. 40 ta baklashkaga topib yig'sa 10 euro naqd qilib chiqarib olsa bo'ladi. Ko'pchilik o'sha o'zi bilan olib yurishga eringan uchun tashlab yuboradi, naqd qiladi. Mana ham popkamda hozir boy ichgan suvlarimizdan 2-3 tasi bor. Dessauga borganda qaytarib topshirib pul qilamiz. Tramvayimiz keldi. Chiqib olamiz.
keldik. Tramvaydan tushib. Uzoqdan o'zi ko'rinib turibdi. Chortoy koliso, qolgan attraksionlari kirib aylanib ko'rib chiqamiz. Hatto Hofner degan dunyo mebel do'konimi yo savdo markazimi? Savdo bor ekan. Nima gap? Odam juda ko'p. Chiqayotganlar ko'p, kirayotganlar ham hozir. Sekin kirib aylanamiz. Kirishga keldik. Winter Zeit 28 dekabrgacha bo'ladi. Kirganda sumkalarni tekshirishar ekan. Shuni ochib qarashot. Kirishimiz bilan mana ovqat yeydigan joylar, o'yingohlar. Bolalar uchun asosan. Bu yerda o'yinchi apparat. Nimali? Ne? Qaychisi bor-ku. Kelib shuni qirqish kerak. Ha? Agar shu qirqsa, уже yutgan pressizniki bo'ladi. Aha. O'zi qo'yib chiqaman. Bir marta bosasiz, уже yurishni boshlaydi-ku, ikkinchi marta stop qilishingiz kerak. Именно shu joyga kelgan paytda stop qilish kerak. Mana bu uni qaychisi bor. Qaychami egri qara. Endi Uni chaynaydi deyapmi? Bittada kesma. Hatto buni yutib olsak egriga qarab ketadi. Buni apparatlar qo'ygan ekan, katta o'yinchoqlar shu vaqtida kessa o'yinchoq sizniki bo'ladi. Bunaqa o'yinchoqlar narx-navlari 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro. Buni ro'parasida mana Masala King Indian street food. Odamlar o'tirib ovqatlanishyapti. Bolalar bilan kelishgan ko'pchiligi. Bu kazinosi. Ko'ramiz odamlar necha pul yutyapti, nima qilyapti. Bunda o'sha pulga sotib olasiz jetonlar o'ynaysiz, keyin jetonlar yutib olsangiz pulga almashtirib olasiz. Xuddi kazino sistemasida mobilniy kazino deydi, shunaqa narsa. Yutib oldi, brat. ularda har bittasida o'zini narxi qo'yilgan. 7,5 ming, 18 ming, 20 ming. Mana bunaqalarda o'zini 1000 punkt, 500 punkt. Agar o'sha tangiz buni tushirsa, punkt olasa, oborat sizga priz beradi. Xuddi kazinoga o'xshab jetonlarni yutib olsa, Da, shunaqa. almashtiradi. O'yinchoqga almashtiradi. Misol bittasi 10 ming yoki 500, 600 point bor. Pointlari har xil bor. O'yinlarning turi ham bor ekanda, har xil. Blackjack, bomb. Timmi o'ynashyapti. Bo'sh joyi o'zi yo'q. Qo'yil. Hamma yoq to'la. Bu yerda yozib qo'yibdi, 10 euroga 130 ta tanga sotib olsangiz bo'ladi, 2 dan 4 gacha. Va bu yerda biz shu parkning eng asosiy bo'lgan attraksioni Chortoy koliso bilan charx palaymi, o'shanga keldik. Mana bu yerda biletlarni sotib olsa bo'ladi. Katta. O'rtasida ekran bor, har xil videolarni qo'yapti. Keyin hozir chiqish menimcha eng katta xato sababi tuman bo'lgani uchun hech nima ko'rinmayapti. Umuman arzimaydi, chunki atrof ko'rinmaydi. Bu yerda anaqa joylar yasab qo'yishgan, o'tirib vaqt o'tkazsa bo'ladigan. Hamma qo'liga o'sha ovqat, frilarni, hot doglarni sotib olib, yeb yurib ketyapti.
konteynerlarda yoki traklarda har xil ovqatlarni, u brendlari o'zini ovqatlarini sotishyapti va mana bu oho. Eng baland qo'rqinchli anaqalardan biri. Bilmadim, men oldin chiqishim mumkin, hozir ham men chiqishim mumkin. Lekin bunaqa ob-havoda menimcha chiqmagan bo'lardim. Bu yoqda yana bitta qiziq attraksionlardan Super Mouse ekan. Aylantirib tashyapti. Tutib olsa yetadigan o'yin. O kimdir tushib ketdi. Odamlar yutib olmoqchi. Mama garamba degan ekan, aylantirib tashyapti. Shuncha odam o'ynab yutib olmoqchi. Kimdir harakat qilyapti. Bu tarafida ham deyarli hammasi odamlar o'ynayapti. Pul sarflayapti, chunki bayramona muhitda odamlar bu yerga pul sarflashga keladi. Shunchaki aylanishga emas, maksimal darajada foydali. Yani voy o'yinni o'ynayotganlar bo'lsa videoga olmoqchi edim. Hech kim o'ynamayapti menimcha. Bittasi pul chiqdi, kesmoqchi. Bitta yana bir bolalar uchun o'yingoh. Va bu yoqda idishlarni urib tushirib sog'ib yutsa bo'ladigani. Mana yana eng katta attraksionlardan ikkita yonga qiladigani Best XXL ekan. Odamlar o'chirib turibdi. Hozir buni ham odam to'lsa ishlatishni boshlaydi. Sekin va boshlandi. Buran deyarli 90 gradusga chiqyapti. 90 ga chiqyapti. Juda qo'rqinchli. Yana 90 dan oshdi to'g'ri. oshdi. Men ko'rib o'zi yuragim mana xot. Va bu yoqda yana ajoyib attraksionlardan juda tez harakatlanyapti. Yana bitta o'yin. Menimcha obrishlarni otib ichiga tushishingiz kerak. Tushirolmayapti hech kim. Ko'pirchak bor-ku, pastdagi. O'shani ichiga tushish kerak qo'lni. Ha, to'g'ri, burchak tagigacha tushish kerak. Tagigacha tushish kerak. Otmoqchilar opamiz. Ha, tushibdilar, qoyil. Tagiga tushdi, notan sovg'ani beryapti. Tog'ani ishi zo'r ekanda. Faqat Terib chiqsa, chiqib aylanadi. sovg'alar ham men uchun unaqa foydali sovg'alar emas. Qimmat sovg'alar ham yo'q ichida, shunchaki o'yinni xumori deydimi, yutsam zo'r bo'ladi. Hamma otib yotibdi. Hattoki bolalarga ham olib berib, yosh bolalar ham otib o'ynayapti, shunchaki. Bu yoqda keyingi attraksion o'zimizni mashhur grushalardan urishlarni nomoli. Bizda bo'lganda mana shu joy zanet bo'lgan bo'lardi. Hamma bitta urayotgan bo'lardi. Bu yoqda shirinliklar sotyapti, shapati.
olmali anaqalar har xil morojnilar, ananaslar. Popcorn anaqa. Nemislar o'zi shirinlikni yaxshi ko'radi. Achudan ko'ra o'sha shirin narsani ko'pchilik sotib olib yeydi. Sharlarni yorish o'yini. Yana qanaqadir o'yin nimanidir tutib olish kerak. Qo'lingizga berilgan palkada sovg'ani ko'tarib yutdi. Ichidan nimadir beradi. Ichida nimadir bo'lsa, o'sha sovg'ani beradi. Ya'ni hamma o'yini nima deydi, yutib olishga bog'liq. Ichidan nima chiqishi bilmaysiz. Ichida nima borligini bilishmaydi, yutib olgandan keyin ko'rishadi. Mягкий игрушка yutib oldi. Ichida ko'pida mягкий игрушkalar bor ekan. Yaxshi biznes, yomon emas. Odamlarga qiziqdi, uni olsam ichida nima bo'ladi? Oddiy narsa chiqqandan keyin yaxshiroq chiqar deb yana harakat qilsa, bu yoqda kamondan otishadigan narsa bor ekan. Odamlar mana kamondan otib sharni yorish kerak. O oxirida sharlar bor, o'shani yorish kerak. Hamma deyarli lokatsiyalar otishyapti. Keyingi bo'limiga o'tamiz. Tugamayapti o'zi ham. Biz tez yurganimizda ham tugamayapti deyman. Jakot degan. Yasab qo'ygan narsasi qimillayapti. Bu yoqda qo'rqitib siz qo'rqitadigan narsalar chiqar ekanda. Xullas gapiraverib ham charchadim, shunchaki videoni tomosha qilib ketaveringlar, ko'rsatib ketaveraman nima borligini. Mягкий игрушка oladigan o'yinni o'ynamoqchiman. 2 yevroga 3 marta urinishgan. O'zbekistonda kontentda chiqadi, 3 marta urib qo'yib, 3 marta bunaqa urib keyin yutib olsa bo'ladi. Sinab ko'ramiz, shunchaki o'ynab ko'ramiz. Har xil o'yinchoqlar bor, ichida o'shanga hozir o'zimga qiziq bo'lgan o'yinchoqlarni bo'limiga turib oldim, odamlar bor. Mana odamlar o'ynayapti. Shuni tugatgandan keyin o'ynaymiz. Juda ham bitta bo'ladi. Bitte einen Gefallen, kannst du uns bitte rausschneiden? Dankeschön. Ja, kein Problem. Dann auf der Seite. Vielleicht Gesicht weg oder so. Ja, natürlich ist bestimmt. Şunu verdi. Orada değil. Bravo, o'ynab ko'rdik. Tomadi. Lekin mana shu videoga otganimda brat, "Do'st, bizani kesib tashlay olaysanmi?" deb aytdi. Germaniya narsa bor. Yuzim tushmasin, yuzim ko'rinmasin. Albatta, san olmayapti dedim. Bo'ldi dedi. O'zingizlar masalan kichkina kamerada olaman, ko'pchilik ko'rib noto'g'ri chiqmasligi uchun. Ham odamlar o'ynayapti. Yana bitta urinish, mana bunaqa buйволlar bor ekan, boshqacha hayvonlar. Hamma hayvonlar har xil bu yoqda. Ya'ni hurmat tugun bor.
qiziqtiraveradi, yana o'ynaydi. Try again. Qimordi. Bizlar o'sha kesadigan o'yinni bir 5 marta o'ynadi, hali ham yana o'ynayapti. O'sha ichish harakatida. Tangalik ko'p ekan. Mana buni olishmoqchi bo'lishdi. Boshqasiga o'tib ketishdi. Bu yoqda mana bu ham bor ekan. Mana shunga chiqamiz desalarsiz mayli. Ya, o'ylaydi. Belki iloji hozir bolalar ham chiqamiz deyishyapti, chiqamiz. Ular tepaga chiqadigan bo'ldik. Ikkita bilet olib oldik. Kelamiz, ular xotiraga qoladigan bo'ldilar. Qarab turadi, video olib turadi. Bu yerda turibmiz. Uchirtimiz kelib qoladi, bilet topshirib ishlab chiqamiz. Askerlarimiz qaytdi. Kerak bilan yurak tushdi. O'ylaganimdan 3-4 barobar apasli qo'rqinchlar yurak o'ynatdi. Qayerga qaytish? Boshqa yaxshi chiqyapti, chiqmayapti boshqa. Boshqa chiqmayapti. Keyingi partiya uchishi boshladi. Unaqa baqirgandagi olib ichisidagi hamma turistlar chiqib ketadi. Baqiradi, o'ylagandi. Baqirmaydi, odam tepaga chiqib Xullas shu bilan deyarli parkka aylanib bo'ldik. Oxirgi bo'limida yuribmiz, aylanib. O'sha o'ynaydigan apparatlar, ovqatlanish joylari. Mana shu katta o'yinchoqlar. Ovozlarim ham o'zgarib qoldi menimcha. Baqiraverganimda bo'g'ilib qoldi. Bitta futbol kap. Har xil qiyinchiliklardan o'tadigan firefighter ekan. Ko'ramiz, dumonlar ichidan kirib shotdi. Har xil narsalarning ichidan o'tishyapti, keyin urilib yoki boshqa o'yin, shu bowlingga o'xshagan narsa tashiysiz, ochko yutasiz, keyin sog'ga almashtirasiz. Halol futbol. Bu halol ovqatni budkasini qo'yib qo'yishibdi. Kimdir? Chayxona Soul of Silk Road, menimcha o'zbeklarniki bo'lishi mumkin. Manti, chayxona tilla, osh turibdi. Bu qirg'iz bolalar ochishgan ekan. Bor, assalomu alaykum, O'zbekistondan deysiz. Yoki Vaynaqtim bilan tabriklang O'zbek. Deysiz. Qirg'iz ekan, ovqatlar sotishyapti, manti, narsa. Bu Berlinda tanishiga salomlashdi. Салам алейкум. Салам алейкум. Можно сядь на видео? Мы делаем влог, просто гуляем в Германии. Мы с Узбекистана. Вы в Германии учите? Не. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkita точка bor.
Biz aylandik Aleksandr Plasni. Ko'rmadinglar. Chiqardi u tarafdan. Men sizga aytdim. Manti, plov, somsa 8 euro, plov, somsa 5 eurodan manti. Qo'yish aka biz aynan ko'rib Burnini so'raydi. Ayonga chiqib keldik-da. Alakajon. Assalomu alaykum. Charchamayli, omad. O'sha savdo qilishyapti asosan. Narsalar sotib, yaxshi. Ikkita to'shkaligi bor ekan, Aleksandr Plasda ham qo'yganmiz ishni. Choyxonani Vishta shtrasida bitta restoran, katta restorani bor. Karl Marx shtrasida Noyko'lda. Kichkinaroq imbis bor. O'tiradigan joy bor, ikkita uchta qo'yganni anaqada. Butkala. Opitchka, saboy. Yaxshi, yaxshi. Eshitmagan ekanman choyxona. Choyxona bermaydi. Bu yerda ovqatlar sotishyapti. Piyasga. Shirinliklar. Go'sht. Shu bilan tugadi, chiqib ketamiz mana. Auf Wiedersehen. Ko'rishguncha deb yozib qo'yibdi. Safarimiz qaradi. Aylandik hamma joyini. Uchdik eng qo'rqinchlisidir. Qirg'izistonlik akalar bilan ko'rishdik. Shu bilan sekin uyga boramiz. Davom etadi.